Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Sizlarga 3 xil narsani ko'rsatmoqchiman. 3 xil jonzotlarni. Birinchisi baliq. Mana bu baliqlarimiz shunaqaki, uyga qo'ysiz, mana o'zini ko'rsatayım. Ko'ryapsizmi? Mana qiz bolasi bo'ladi. Ikkalasi bir juft bo'ladi. Buning ichida yashashaveradi. Bularga havo kerak emas. Hali apparat kerak emas. Aniqrog'i havoli haligi apparat to'q ashna narsalar kerak emas. Buni boqsa hali bolachalar, hozir mana telefon asri bo'lyapti. Telefonga mukkasidan ketib qolyapti. Bular tomosha qilib, ko'z zeriyasiga ham foydali. Bu bitta variant. Ikkinchisi sichqonchamiz. Bu sichqoncha menga ham yoqadi o'zi. Mana, bu qarang. Do'mboqligini qarang. Vashi. Hali Stewart degan kino bo'lardi. Xuddi shu sichqonchalar bizda, mana. Bu qarang. Pocha, qattiq noshna narsalar yuradi. Nima deysiz qattiq nazar, mana. Oddiy misol to'g'ri ovqatini ham yuradi, hali donlarni, mana yeyishadi. Keyingi eng zo'ri mana qush. Mana qushni o'zi ish qilib mana bu qarang. Chiroyliligini qarang. Kimga sovg'a qilsangiz ham butun umrga esda qoladi, bor-ku. Bu qarang. Mana. Topinglar, qaysi qiz, qaysi o'g'il bo'laman. Topinglarchi. Topganga 5% chegirmasi bor. Kelib qolasizlar, yangiliklarda zo'rlarni kutib qolasizlar. Addushi laklar bo'lsa, ayamanglar. Ammo hammalarga rahmat. Qo'llayapsiz.